Ey yigitlar jamoasi, payg'ambar alayhissalatu vassalom yigitlarga ishora qilib aytdilar: "Ya ma'shara shabab, ey yigitlar jamoasi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Kimiki agar sizlardan uylanishlikka qodir bo'ladigan bo'lsa, moddiy jihatdan, jismoniy jihatdan qudrati quvvati yetadigan bo'lsa, falyatazawwaj, uylansin. Fa innahu aghazzu lil basar va ahsanu lil farj. Zero nikoh sharofatidan, nikohning yaxshiligidan inson ko'zini haromdan tiyadi, andomini haromga borishlikdan saqlaydi. Faman lam yastati fa alayhi bisawm. Kimiki uylanishlikka qudrati, quvvati yetmasa, moddiy jihatdan imkoniyati bo'lmasa, ro'za tutsin dedilar. Chunki ro'za insonni tiyadi dedilar. Nimadan? Gunohdan tiyadi, haromdan tiyadi, zinodan tiyadi. Harom ishlarga qo'l urishlikdan insonni, haromga tushib qolishlikdan insonni tiyadi.